2022 Gentra kraskalarichi. Karnizda petno bor. Karnizda petno bor. Boshqa joy top toza. Amerikanka faralar originalmi? Gen chiqadimi, samniklarmi? Tanlov ruxsati bormi? Qancha? 5 oy. Qancha yurgan bu? 87 ming yurgan. Holatlari chiroyli. Zatimitini berasizmi? Elegant Plus. O'ta ideal holatda ekan mashina. Pokida minilgan ekan, akvaxarintlar qilingan ekan. Propanmi? Zapaskasi bormi? Zapaska bor. Uydan berasizmi? Ha, uyda turadi. Bu tomondan ko'rinishlari. Karningizga petnoga baraka bo'laveradi. Wow! Zo'ridan qo'yib qo'yibdi-ku, ha? O'z ko'taradiganlardan qilib qo'yibdi-da. Puli nech pul endi? Aka 13 ming so'rayapmiz. Kami bor. Barter yo'llari, devu mashinalarga. Hammasi 15-16 Gentralarga. Bor. Variantga nech pul? Variantga chiqishi. Eng past pulini aytavering. 7,5 ming 7,5 ming. Undan kami yo'qmi? Yo'q. 7 minglargacha. kelishaveramiz. 7 ming. 6 oydan 1 yilgacha beramiz. 6 oydan 1 yilgacha beraverasiz. Bezbank o'zim qo'ydim. O'zaro nasiyada, to'g'rimi? Xuddi shunday. 2022 bitta petnoga baraka bo'laveradi. Telefon raqamingizni aytib yuboring. 94lik 94lik 388 388 96 ga telefon qilaverasiz. Mana nasosni ham qo'yib qo'yibdi mana. O'zi ko'taradigan ekan. Nomi ko'tarib qo'ysanglar bo'ldi ekan mana. Qattiq ham yoqilmaydi ekan mana.